Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Mana yozlarga ham chiqib oldik. Astanaga ham nihoyat yozmi bilmayman, bahor menimcha keldi. Har holda futbolgacha yuradigan vaqt keldi. Hozir bir tanishim bilan uchrashib qoldim, oldingi qadrdonim. Shu yerlik o'zi местный. Oyliklari, ishlari haqida gaplashdik, meni ishlarim haqida gaplashdik. Hol ahvol so'rab bir-birimizdan oyliklari zo'r ko'tarilibdi ulardi. Hozir Primoy o'zlari ish beruvchi bilan to'g'ridan to'g'ri katta bir firma o'zlari to'g'ridan to'g'ri ishlayapti ekan. Oyliklari $2000 oylik olyapti ekan. Oddiy g'ish uradigan bolalar $2000 oylik olyapti edi. Men ishlagan paytimda u bolalar $600-700 oylik olardi. $500. Meniki ular 500-600 olganda meniki 700-800 chiqardi. Men ham ustaman o'zim, qo'limdan keladi g'ish urish. Yangi edi demoqchiman-da, shogird edi. Mana zo'r daromadga chiqibdi. Astanada Qozog'istonda 2 million oylik olish, $2000 oylik olish bu juda zo'r ko'rsatkichda. Bo'lib ham u bolalarni ko'pi bo'ydoq. Keyin ularni ko'p pul topyapti, biron narsalik bo'lyaptimi deb so'radimda bolalaring, shogirdlaring desam, ular dedi oldindan pul olishadi, avans deyapti, $700-800 avans olishib oladi, ishlatib yuboradi deyapti. Pulni saqlab qolmaydi ekanda, keyingi oyda ushab qolsang, ba'zilari xafa bo'ladi deyapti. Avansni oldindan olgandan keyin bu oy ushamay turing deydi deb. Ana shunda ham yetmayapti. Bundan xulosa men ularni yomonlab aytmayapman, ularni misol qilib aytyapman-da. U bolalarni hammasini yaxshi taniyman, shogirdlarimni birga ishlaganmiz, yaxshi bolalar, mehnatkash bolalar. Demoqchiman, shu mehnat qilib, qiynalib, mehnat qilib topgan pullarni birdan hammasini yo'qotib yuborish yoki oldindan hali ishlab topmagan pullarni ishlatish bu juda ham xavfli narsa-da, juda ham noto'g'ri narsa. Ayniqsa bo'ydoqlar, qarangda, qanday $2000 pul yetmaydi-da, misol. Men o'zim hozir agar oilam bo'lmasa, chet elda yurib ham $150 bilan yashollayman-da. $150 yetadi menga, qornimga, ustimga, boshqaga bo'lib yetadi. Iloji boricha sotib olib yemayman narsa, o'zim pishirib yeyman. Bu ekonomda bir turi. Optimdan savdo qilaman, Optim bozordan. Keyin ichib chekmayman. Gorilla, energetik, kola, fanta degan narsalar umuman ichmayman men. Bir yilda bir marta yo 2 marta ichib qo'yaman kolani, unda ham mehmonga borganda biror joyda tekinga bo'lib qolsa. 1-2 piyola ichib qo'yaman. Endi hammaga quyayotganda yo men ichmayman demayman-da, bir qatordan qolmay ichib qo'yaman. Demoqchiman, masalan, kola ichmasangiz ham, energetika ichmasangiz ham umringiz o'taveradi. Bilmayman, bir yer yuzida hayot boshlanganiga necha yil bo'ldi? Taxminan bir 10 ming yil bo'lgan bo'lsa, 10 ming yildan beri 9990 yildan beri odamlar energetiksiz yashab keldi. Shu yaqin 10 yillikda energetik ichimliklar moda bo'ldi. Mana shu kolalar ham bir 70-80 yil, 100 yil oldin chiqqandir bo'pti, yana rosa oshib ketsa. Ommalashganini endi bilyapmiz. O'sha yaqin 20 yillikda kola, fantalar ommalashib ketdi. Hamma ichadi, narkoman bo'lib qoldi, o'tirib qoldi. Endi oyma-oy hisoblasangiz $100 ichib ketib qolyapti-da. Ichimliklarni o'ziga, energetika, keyin gazli ichimliklarni nimasiga hisobidan $100 chiqib ketib qolyapti. Men unaqa narsalar yo'q. Bu ham bitta zararli odatlarning bir turi. Energetika, kola, fantalarga o'tirib qolish zararli odatlarning bir turi. Shuni o'rniga shu pulni yig'ib borsa bo'lmaydimi, misol uchun? 20 yoshli, 22 yoshli bolalarga bundan 3 yil, 4 yil avval maslahat bergan edim, yigitlar, ana shu bolalarga.
Oyligi ozligida. Oyligi 800 shu 1000 dollarlik paytida men aytgan edim, oyiga yarmini tashlab bor, yetadi seniki deganman. 4 ga bo'l, oyligingni bir qismini ota-onangga ber, bir qismini ishlat. Shunda ham 300 dollarda o'zing ishlat deganman. 250-300 dollarda. Maza qilib kayf ko'radi agar bo'ydoq odam o'ziga ularning hisobini ularning holatidan kelib chiqib ko'proq aytdim. Men o'zim 150 dollar bilan qonim to'yardi. Ustidan bo'ladi hatto. Oyiga 150 dollar o'zim uchun sarflayman, bo'ladi, menga yetadi. Ularning sigaretini hisobini olib, uncha-muncha energetik ichib qo'yishini hisobini olib 250-300 o'zing ishlat, qolganini 400-500 dan oyiga to'plab bor degan edim. Shu 1000 dollar oylik oladigan paytida aytgan edim bu gapni u bolalarga. Qilyaptimi shu men aytganlarimni falonchilar desam, yo'q deyapti. Ustozi bilan qadrdonmiz, ular bilan ham yaxshiman, u bolalar bilan, lekin nimaga buni aytib chiqyapman, o'zlariga ham aytaveraman, noto'g'ri qilyapti-da. Bu kunlar qaytib kelmaydi. Bu kunlar g'animat, bo'ydoqlik. Bo'ydoqlikdan chiqqaningizdan keyin bitta bolali, ikkita bolali bo'lib uylanib keyin afsus eslab turib, men shu paytda shunaqa imkoniyatlar bo'lgan ekan. Ana shu paytda yig'adiganimni yig'ib, o'zimni darajamni, yashash tarzimni ko'tarib, yuqorilashtirib olsam bo'lardi ekan degan hayol keladi. Bor imkoniyatdan foydalanib qoling. Men o'zim foydalanganmisan o'zing desa, ha, foydalanganman men. Ozgina strategiyani noto'g'ri qilganman. Misol uchun 21 yoshimda uy solib tomini yopib qo'yganman. Bor imkoniyatdan foydalanganman. Ana shu paytda 5-6 ming dollar pul topganman 21 yoshgacha. Undan keyin yig'ib uylandim. Uni ham misol 4000 dollar pulim bo'lsa, 1000 dollarga uylanib 3000 oshib qolgan bo'lsa, uni keyin naborot qildim. Ozgina oylik bilan men ko'p pul topmardim. Oyiga 300 dollar pul topardim xolos. Shu ozgina pulni ham aql bilan ishlatib, tejab, to'g'ri joyga yo'naltirib turib, 12 yildan beri hech kimga pul taraflamas, zariqmasdan yashayapman. Hech kimga muhtoj bo'lganim yo'q. Nima deydi? Birovdan qarz so'ramadim. O'zimda pulim borda, misol 5-10 ming dollar zapasda pulim bor. Nimani hisobidan desa, o'zimni hozirgi yaxshiliklardan tiyib turibman ba'zilaridan. Misol, yaxshi yeb ichamiz. Ovqatni yaxshisini yeymiz. Bir oyda 10-15 kilo go'sht yeymiz bitta oila. Bo'lmadi deganda 10 kilo. Balig'i bor, boshqasi bor, iloji boricha tabiiy narsalar yeyishga harakat qilamiz. Shu ovqatga ekonom qilmayman xolosda, yaxshi yeymiz. Boshqa narsalarga, usti boshmi, kiyim, boshqa narsalarga ekonom qilamiz. Mana shu boshimda kepkani mana shu Naymi firmasidan tekinga olganman. Yaxshi ishlaganim uchun sovg'a qilishga. Kepkani reklamasi. Xullas, aytmoqchi bo'lganim, meni hozir yoshlar eshitayotgan bo'lsa, 40 yoshlilar ham hattoki eshitayotgan bo'lsa, 40 yoshdan pasti o'sha yosh hisoblanadi. 40 gacha jamg'arib boring kelajakka. Men qayga jamg'araman deb qarab olmaydi 40 yoshda yoki 50 yoshda bo'lsangiz ham hattoki. Doim 1-2 ming dollar yo 3-4 ming dollar zapasda pulingiz bo'lsin. Oilada qadringiz ham bo'ladi-da, ayniqsa erkaklar. Bu ko'proq erkaklarga, o'g'il bolalarga maslahat. Pulingiz yo'qmi? O'zingiz aybingiz bilan imkoniyatlardan foydalanmay, og'zingizni ochib, imkoniyatlardan foydalanmay o'tkazib yuboryapsizmi? Vaqtingizni, demak, siz lider emassiz-da oilada. Sizni boshliqlik rolingizni xotiningiz olib qo'yadi. Ba'zi holatlarda. Hozir nimadan chiqyapti? Ajrashishlar boshqalar. Ba'zi holatlarda kelishmovchilik bo'ladi shunaqa. Hatto xotiningiz og'rib qolsa yoki bolangiz og'rib qolsa,
qaynotangizga jo'natasiz davolatgani. U yomonmi desa, juda ham yomon. Lekin bo'ladigan holati ham bor. Masalan, xotiningiz yoki bolangiz og'rib qoldimi? Bolangizga qarab yoki xotiningiz kasal bo'lib uyingizda yotishga hijolat bo'lsa, qaynotani oldida. Shunday dori ukolini olib bering. 3-4 kunga yetadigan produktasini 1 kilo go'shtini olib beringda. Shuni kirgizib yuboring. Qaynotangizga olib borib turib. Ana shu yerda xotirjam yotib, davolanib keladi. Agar больницаga yotadigan kasal bo'lmasa. Iloji boricha siz qilib bering. Muammo nizo kelib chiqmaydi. Misol qaynotangiz oldida obro'y tushmaydi. Keyin xotiningiz sizni yaxshi hurmat qiladi. To'liq haligi nima deydi? Hayratda bo'ladi siz qilayotgan ishlaringizdan. Nima deydi? Восторге будет ruschasiga. Восторг deydi-yu. Shunaqa bo'ladi. Sizga hurmati yana ham oshadi. Qaynotani ham ularda oldida gapingiz o'tkir bo'ladi, tilingiz o'tkir bo'ladi misol. Haligi minnat qilib emas. Butun bo'ladi gapingiz demoqchiman. Qisilib o'tirmaysiz-da qaynotani oldida. Hijolatchilik. Kimdir hijolat ham bo'lmaydi unaqa qilganida. Endi sal farosatli ishlatish kerak demoqchiman erkak kishi. Ertaroq hali yoshmisiz? Ertaroq. Agar hozir eshitayotgan bo'lsangiz, shu videoni hozirdan boshlang o'zingizni o'zgartirishni. Kelajakka pul jamg'aring, to'g'ri ishlating. Nima deydi? Siz xor bo'lmaysiz. Hurmatingiz bo'ladi-da.